Xo'p, hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar Motivation komandasidan juda bir ajoyib yangilikni guvohi bo'lasizlar. Mana shu narsadan bahramand bo'lasizlar. Bu narsa o'rtoqlar Speaking Writing AI boti. Ushbu bot nima qiladi? Ushbu bot do'stlar sizlarga ingliz tilidan AI ustoz sifatida xizmat qilib bera oladi. Xo'p, ko'rib turganlaringiz, mana shu bot sizlarda inshaalloh speaking, writing bo'limlarini juda ham kuchaytirib yuborishiga umid qilyapmiz do'stlar. Xo'p, ushbu botning funksiyalari bilan tanishtirib o'taman sizlarni. Bu kurslarga yozilish yil avvalambor start bosib qo'yamiz. Start bosganingizda sizdan usernamingiz bo'lsa, username bilan assalomu alaykum falonchi deydi. Hozir menda username yo'qligi uchun foydalanuvchi deyapti. Xo'p, siz allaqachon ro'yxatdan o'tgansiz. Sizning IDingiz mana bunaqa, chunki bu bot o'zimniki va o'zim birinchi ro'yxatdan o'tganman, shuning uchun mana shunaqa ID. Xo'p, endi menyudan bo'limni tanlang. Kurslarga yozilishni xohlasangiz, bizda ingliz tili kurslari bor, juda ham ajoyib kurslar, 3 oylik kurslar, 6 oylik kurslar, offline, online kurslar, turli xil kurslar, ayni bir muammoga yo'naltirilgan kurslar. Masalan, siz speakingda qanaqadir muammo bo'lsa, aynan speakingga yo'naltirilgan kurslar bor, yoki aynan qaysidir essayni yozishda, writing bo'limida kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, u narsa uchun ham alohida kurslar bor o'rtoqlar. Ushbu inson menejerimiz bo'lsa oladi, nafaqat menejer, balki 6 yildan ko'proq tajribaga ega bo'lgan ustoz ham bo'lib hisoblanadilar. Xo'p, botimizda yana qaysi funksiya bor? Yana darajani aniqlash tugmasi bor. Bu yerda siz o'zingizni boshlang'ich darajangizni bilib olishingiz mumkin. Nafaqat boshlang'ich, siz kurslarimizda ta'lim olganingizdan keyin ushbu testlarni qayta o'tib, o'z bilimingizni yana qayta tekshirib, o'z darajangiz oshib borayotganligini bilishingiz uchun ham xizmat qila oladi o'rtoqlar. Ko'rib turganlaringizdek, hozir men hech narsani o'qib o'tirmasdan taxmin javoblar belgilab tashladim. Sizlarga test o'zi qanaqa bo'lishini ko'rsatish uchun qildim bu ishni. Xo'p, menda taxminiy daraja A2 chiqyapti o'rtoqlar. Umid qilamizki, sizda yuqoriroq bo'ladi. Xo'p, daraja aniqlash testida grammatika va vocabulary bo'limlari bor. Vocabularyda faqat shu lug'at desak ham bo'ladi bu narsani. Faqat shu vocabularyga aloqador savollar tushadi. Grammatika qismida esa grammatika savollari tushadi. Xo'p, ana endi eng muhim bo'limlarga yetib keldik. Bu speaking AI va writing AI bo'limlari. Ushbu bo'limlardan foydalanish uchun siz obunaga ega bo'lishingiz kerak. O'zi bu bo'lim nima qiladi? Bu bo'lim speaking bo'limi sizga savol beradi. Biroz keyin bu narsani ko'rsatib o'taman videoda. Savol beradi, savolga javob berasiz, ovozni tinglaydi, tahlil qiladi, yana keyingi savolni beradi. 10 ta shunaqa savol bergandan keyin, 10 tagacha aniqroq shunaqa savol bergandan keyin, ya'ni balkim 8 ta bo'lar sizda, balkim 7 ta bo'lar, chunki bu baholash tizimiga qaraydi. Va barcha savollarga javob berganingizdan keyin sizni nutqingizni aynan IELTS kriteriylari bo'yicha baholab beradi. Bu shunchaki ko'chadagi mana sen chiroyli gapiryapsan degan baholarni bermaydi. Aynan IELTS kriteriyasi bo'yicha baholab beradi. Writing AI bo'limi bu juda ham kuchli bo'lim bo'lib hisoblanadi. Bu bo'limdan siz masalan sizga 10 ta essay yozib kelish vazifasi topshirildi va sizda hech qanaqa fantaziya kelmay qoldi o'sha essaydan keyin. Mana shu bo'limga kirasiz. Ha, bu bo'limni keyinroq ko'rsatib o'taman. Mayli, kelinglar hozircha boshqa bo'limlarni ko'raylik. Xo'p, bepul materiallar bo'limi. Bu yerda juda ham zo'r bepul materiallar kiritilgan, lekin bu materiallarni olishingiz uchun siz quyida mana bu ikkita kanalga a'zo bo'lishingiz kerak. Hozir kelinglar mana shu kanaldan chiqib ketib ko'rsataman nimani so'rashini. Mana chiqdim mana bu kanallardan. Mana bepul materiallar a'zo bo'lish uchun, bepul materiallarni olish uchun mana bu ikkita kanalga a'zo bo'lish kerak. Bular juda ham zo'r kanallar o'rtoqlar. Bu yerda mana speakingda part 1ga 20 ta qanaqadir savollar adashmasam bular eng ko'p tushadigan savollar berilgan. Xo'p, undan keyingisi Motivation LC ni o'zini kanali. Bu yerda ham juda ham ko'p ma'lumotlar, juda ham ko'p kitoblar bor o'rtoqlar. Mana bu bepul materiallarimiz bo'lib hisoblanadi. Siz oladigan bepul materialingiz mana shu narsa bo'lib hisoblanadi. Bu yerning ichida qancha narsa bor ko'rib o'tgan bo'lsangiz, mana request letter masalan C1 darajada yozish strukturasi.
Xo'p, davom etamiz o'rtoqlar. Bitta do'stingizni taklif qilishingiz shart, albatta shart. Bu botga taklif qilishingiz kerak do'stingizni bepul materialni olish uchun. Xo'p, undan tashqari mana mening referallarim bo'limi bor. Bu yerda referal linkingizni olib turib, o'zingizning linkingizdan bir marta o'tadigan bo'lsangiz agar AI dan bepul foydalanish huquqiga ega bo'lasiz. Lekin bu faqat bir marta ishlaydi o'rtoqlar. Bu men bir marta ishlatganman va bepul vaqt tugaganman deb ko'rib turgan bo'lsangizlar. Xo'p, mana shu linkni do'stingizga yuborasiz va do'stingiz bu linkdan o'tadi va sizda o'rtoqlar diqqat qilinglar, writing AI va speaking AI bo'limlari ochiladi. Xo'p, ya'ni bitta o'rtoq 24 soat bepul mana shu ikkita bo'limdan foydalanish huquqini sizlarga beradi. Bitta do'st evaziga sizlar ham bepul materiallarni olyapsizlar, ham ikkita bo'limga 24 soat ruxsatni qo'lga kirityapsizlar. Obuna bo'limi bizda hozircha bittagina obuna tizimi bor. Bu 30 kunlik junior obunasi bo'lib hisoblanadi. Mana obunani tekshirib ko'raylik. Bizda hozir faol obuna yo'q. Promo kodingiz bormi? Diqqat qilinglar o'rtoqlar. Bizda Quick Start 14 promo kodi bu hammalaringiz uchun sovg'a. Ushbu promo kodni ishlatgan paytingizda sizdagi narx 111 ming so'mdan 97 ming so'mga o'tadi o'rtoqlar. Va to'lovni qanaqa qilish mana bu yerda yozib o'tilgan. Mana ushbu uni xarid qilish uchun, ya'ni junior obunasini xarid qilish uchun deyilyapti, mana shu kartaga 97 ming so'm xarid pulini o'tkazasiz. Karta mana bu insonotida. Xo'p, undan keyin esa chekni va ushbu yozuvni mana bu yerda diqqat qilinglar, mana IDingiz bor. Menejerga yuborasiz o'rtoqlar. Mana menejerga assalomu kaps yoniq ekan. Alaykum. Mana men junior obunasini xarid qilmoqchiman. Kelar mana shuni yozamiz va mana bu narsani shundoq yuboramiz va chekni yuboramiz. Chekni yuborganlaringizdan keyin o'rtoqlar obunani sizga yoqib berishadi. Bu juda ham tez vaqtda yoqiladi obuna. Xo'p, mening IDingizni ko'rishingiz mumkin. IDingizni saqlab qoling. Bu sizga juda ham ko'p kerak bo'ladi. Endi IDingizni saqlab qoling deb qaysi ma'noda aytyapman? Buni endi qayerga saqlanib qilib qo'ymasangiz ham har doim mening IDim joyida bo'ladi. Lekin joyiga keladi, kerak bo'lib qolgan paytda, internetingiz bo'lmasligi yoki sizga menejerimiz qo'ng'iroq qilgan paytda, tez kerak bo'lgan paytda shuni saqlab qo'ygan bo'lsangiz juda ham yaxshi. Xo'p, referallarni tushuntirdim va yordam knopkasi. Siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz agar, siz yordam knopkasini allaqachon bosgansiz, chunki yordam knopkasi bosilganda ushbu videoga link kelib chiqadi. Endi kelinglar o'rtoqlar, obunasi bor foydalanuvchida mana bu bo'lim ikkita bo'lim qanaqa ishlashini ko'rib chiqamiz o'rtoqlar. Xo'p, o'rtoqlar, mana junior obunasini hozir ushbu foydalanuvchi nomidan xarid qildik. Mana 001 obunachi nomidan xarid qildik. Bizga obunani yoqib berishdi. Obuna 31-may sanasida tugaydi o'rtoqlar. Mana mening obunamni bosganda mana shu narsa kelib chiqadi. Ana endi o'sha mashhur speaking AI, writing AI bo'limlari o'rtoqlar. Kelinglar speaking AI dan boshlaymiz, chunki biz uchun hammamiz, ko'pchiligimiz uchun bu juda yangilik, juda katta yangilik, chunki 97 ming so'mga hozirgi paytda speaking AI ni hech kim berayotganini men internetda ham ko'rganim yo'q. Hattoki ChatGPT ham $20 adashmasam yoqadi. Suhbat orqali, ya'ni gapirgan gapingizni nimadir qilish uchun $20 to'lashingiz kerak oyiga. Xo'p, boshlaymiz. Birinchi savol. Hi, how are you and what's your name? Okay, oddiy qilib javob beramiz. Hello, my name is Umid. I'm fine, thank you. Ozgina kutamiz. Mana bu xabar, siz tekst xabarni bu yoqqa yubormasligingiz uchun, masalan, mana desangiz ham ko'ryapsizlar, faqat ovozli xabar qabul qilinadi. Bu ogohlantirish sifatida har doim chiqib turadigan xabar. Bu yerda siz tekst xabar yuborgansiz qabul qilinmaydi baribir. Faqat ovozli xabar yuborasiz. Mana bu yerda mana transkripsiya ketyapti. Hello, men aytgan gaplarim. My name is demak, uni to'g'ri tarjima qila olmaganman. Shuning uchun shunaqa bo'lib qolgan. I'm fine, thank you. Qolgan joyi to'g'ri tarjima qilindi. Xo'p, keyingi savollari men uchun qiyinlik qiladi. Chunki ingliz tilini mendan yaxshi bilasizlar degan umiddaman va bu savollarning hammasiga javob
berib chiqib o'zlaringizni natijalaringizni bilishlaringiz mumkin. Oxirida aytganimdek ALS kriteriyasida baholab beradi bilimlaringizni. Xo'p, ana endi bu testga biz stop beramiz. Stop berib asosiy menyuga qaytib olamiz. Writing AI bo'limiga o'tamiz. Kelinglar matn yaratishga o'tamiz. Xo'p, bizning menejerimiz, ustozimiz sizga topshiriq beriladi. Agree va disagree. Essaydan kelinglar chet elda o'qish mavzusida mavzusini yozish shart emas, chet elda o'qish. Mana agree disagree essay chet elda o'qish. Mana shu narsani kiritasizlar. Bu mavzu. Va sizlarda chet elda o'qish mavzusida agree disagree turida o'rtoqlar, ko'ryapsizlarmi? Katta bitta essayni yozib beradi. Studying abroad ko'ringizlar. Xo'p, ana endi kelinglar o'zlaringiz masalan mana shu qismni yozgansizlar, qolganiga ideya kelmay qoldi. Matnni davom ettirish qilamiz. O'zingiz yozgan qismni kiritasiz. Ozgina kutasiz. Sababi generatsiya qilinadi bu yerda matn va sizga katta matnni mana davomi sifatida chiqarib beryapti, ko'ryapsizlarmi? Bu essay ajoyib bir essay. Agar shunaqa essay yoziladigan bo'lsa, sibir daraja aniq kafolatlanadi, chunki uning so'zlarini ko'pligini ko'ryapsizlarmi? Bu yerda ma'no ham g'ij-g'ij deydi-ku. Xo'p, ana endi mana shu qismini mana kichkina bir essaycha yozdik. Shu qismni tahlil qilib ko'ramiz. Bu qismda lekin ma'no oxirigacha yetkazilmagan, chunki boshidagi ikkita abzasni yozib qo'ydik xolos. Biz essayni to'liq anaqasini ochib berganimiz yo'q. Tahlil qilishda xatolik yuz berdi. Katta ehtimol bilan yo matn yo qisqalik qildi, yo ma'nosini to'liq ola olmadik. Nimadir muammo bo'lib qoldi. Qaytadan urinib ko'ramiz. Matnni tahlil qilish yuboramiz. Ozgina kutamiz, chunki tahlil ikkita tilda chiqadi. Ham ingliz, ham o'zbek tilida chiqadi. Shuning uchun ozgina ko'proq generatsiya bo'ladi bu narsa. Mana tahlil natijalarini ko'rishingiz mumkin o'rtoqlar. Birinchisi ingliz tilida chiqdi. Mana o'qishlaringiz bemalol o'qib, agar tushunadigan insonlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu joylarni bu ham bir readingga qo'shimcha bir plus desak ham bo'ladi. Xo'p, agar menga o'xshaydigan A1 darajadagi ingliz tili foydalanuvchilari bo'ladigan bo'lsa, mana o'zbekchasida ham yozib qo'yilgan tahlilda. So'z birikmalari, ingliz tilidagi ba'zi so'z birikmalari o'zbek tilida tabiiy eshitilmaydi, ko'ryapsizlarmi? Usul, gap tuzilishi, xatolar ro'yxati va takliflar o'rtoqlar. Mana bu yerda mana xatolaringiz, ro'yxatlaringiz deb yubordim. Takliflar, boshqa narsalar kiritib o'tilgan. Ichki xatolik yuz berdi. Demak, qayerdadir matnni biz xato tuzganmiz, shuning uchun shunaqa ozgina urishyapti bizni. Xo'p, va shu bilan hozircha bortimizdagi funksiyalar nihoyasiga yetdi. Writing AIda istalgan mavzuda matn tuzish mumkin. Masalan, hozir O'zbekiston kelajagi. Masalan, shuni kiritaylik. Sizga qisqagina matn tuzib berdi o'rtoqlar. Istalgan turda, aytyapmanki, istalgan turda matnni yaratish, tuzatish, tahlil qilish, davom ettirish bemalol mumkin o'rtoqlar. Endi tuzatish qaysi ma'noda baholab olganingizdan keyin bemalol tuzataverasiz. Mana bu yerda mana option 1, option 2 ham qilib juda bir katta matnni chiqarib berdi o'rtoqlar. Xo'p, hammalaringizga rahmat. Sog' salomat bo'linglar. O'qishlaringizni omad tilaymiz.